شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ramazan qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 283-oyatga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo jamiyatdagi iqtisodiy tartib, iqtisodiy tuzumininki 3 xil yo'l bilan saqlanganligini bizga ko'rsatib o'tdi. Bir inson ma'lum bir jamiyatda muhtojlik sharoitga tushib qolgan vaqtida ya boshqalarning zakati bilan jon saqlaydi, ya'ni buning turmushi normal turmush qo'yadi, yoki zakat yetishmagan taqdirda bir jamiyatdagi ehtiyojlilarga shu jamiyatdagi bor bo'lgan iqtisoddan ayrilgan zakat yetishmagan taqdirda nabla sadiqa, ya'ni ion bilan şu jamiyatdagi ehtiyojli kishilarning turmushini qamdildiganligi. Yani bu ikkisidan mo'yishib zakatmi unga kelmay, iona sadaqalarmi unga kelmay, yana ehtiyojli bir sharoitga tushib qilib o'zining turmushini qamdashga amalsiz qolib qolgan vaqtida qarz yo'li bilan o'zining ehtiyojini qamdashni kerak ekanligi. Endi bu qarz birilib bo'lgandan keyin boshqa tarafdan yeyilib ketsa, qaytarilmasa, asta bu qarzning yo'lining taqilib qolmasligi uchun ilgirki darslarda shuni ta'kidlagan, bugungi darslarda shuni ta'kidlaymiz. Ya'ni qarz qaytariladigan bir kafolatga ega qilinishi kerak. Buning uchun oldingi darsimizda so'zlanganida qarz ma'lum guvohchilarningki, ya'ni aniq adolatparvar guvohchilarningki guvohligi ostida elib berilishi kerak va hujjat bilan, qarz hujjati bilan uni bir kafolatga qaytarilish kafolatiga ega qilib bu qarz berilishi kerak. Hatta oldingi darsimizda shunday bo'ldik emasmi? Bugungi darsimizda hattoki bir inson normal yashayotgan o'zining yurtida emas, safar ustida qarzga ehtiyoj bo'lib qoldi. Safar ustida boshqalardan qarz oldi. Mushunimi safar ustida demasdan buni kafolatga ega qilish kerak. Endi safar ustida bo'lgandan keyin, o'zining yurtida bo'lgandan keyin bunga kafolatga guvohlik bo'lgan kishi olmaydi. Balkim bu qarz hujjatini bu ikkilangan orqadan yezib turadigan odam o'rtada chiqmasligi mumkin. Qana qiladi? Buningki yana bir yo'lini Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizga o'rtoqlik qiladi. Davozda astag'iz billah va in kuntum ala safarin va lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wa la yaktumu ash-shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Yani agar sizlar safar ustida bo'lib katib, yani yazuvchi, yezib berguvchi topamisanlar, biz bu yazuvchi haqida, yazuvchining qanday bo'lishi haqida kasbiy musohadakin guvohlikni o'talaydigan, boshqa ishonch qiladigan bir yazuvchi bo'lish kerakligini so'zlab o'tdik emasmi? Mana bir yazuvchini topolmagan ahvol astronomlarda farihanun maqbuda, qo'lga bir go'ro'ga bir narsa ilinish kerak. Go'ro qo'yish kerak. Ya'ni men qarzga ehtiyojli, mening shu qarzning qarshiligida, qarzning keyin qaytarilishini kafolatga ega qiladigan bir go'ro qo'yish kerak. Masalan, bugungi vaqtlarda qarzning o'rniga uy xati masalan, yoki mashinasininki kinishkisi degandek narsalarni qimmat kerakdigan bir narsani qarshi tarafga qo'yildi. Ondan keyin qarzni vaqtida qaytarib, go'ro qo'ygan narsani qaytarib oldi. Bu shaklda. Fa in amina ba'dukum ba'da. Endi agar o'zaro bir-biridan ishonch qiladigan, xotirjam bo'lib qolsa, falyu'addi alladhi vaqtda yuqoridagi o'xshash yezishish,
guvalık koyuş ve başka göre koyuşlarını kılısın buludu. Bu vaqtida amanetni üstüge algan şahıs ada kılsın, yani qarz adam qarzını qaytasın. Vettaqullaha ve yettaqullaha Rabb olan Allah'tan korksun bu sahada. Ve la tektumu şehade guvalıqni yuşunanlar kim qandaşlı guvalık olgan bolsa buna çağırılgan amallar aynı şekilde ada qilish kerak. Ve men yektumha kimki guvalıqni yuşudu ekan bunun qalbi jinoyatkor bo'ladi. Alloh sizga qilayotgan ishlarni hammani obdan bilguchi. Hamda oyat dersning 5-da muqaddimasi sifatida so'zlagan mazmuni deganimdek, yana qarzga zoya olib ketish, qarz yo'llarining taqilib ketish, hech kimga ishonch qilmaydigan, qarz vermaydigan bir muhitning shakllanib qolmasligi uchun fursat qoldirmadi oyat. Har holda qarzni bir kafolatga ega qilishing kerak. Yozuvchi yozsin, guvohlik o'quvchi guvohlik olsin. O bo'lmagan ahvol ostida ko'ra qo'y. Yana qarz qaytarilmaydigan bir holat qolmasin. Farihanun maqbuda. Bu shaklda bo'ldi. Yani seferden muqim tuğan vaqtda ayırıp bunu bayan qildi. Mesela muqim tuğan vaqtda mesela bizimizin yurtida yaşayımız, qarzga ehtiyojli atrofimiz bizni to'ydigan odam bo'ladi, cho'qim xat yozib, xatlab buni qayt ostiga oladiganlar bo'ladi tabii. Uning tepilishida, ammo safarda tepilmaydi bo'lmagan vaqtda ko'ra. Ya'ni shunga o'xshagan imkoniyatlar bo'lmagan vaqtda bu vositalarda qanaqa qilib olmashib, ya'ni muhim nuqta qarz kafolat ostida ilinsa qaytirilishi qarzniki kafolat qilinsa bo'ldi. Endi oyatning keyingi bo'ligiga o'tsak qarindoshlar, yuqorida qarzni favqulodda chinityapti qarzning ishlari. Endi insonchilik deganda bir erkeklik bo'lmamdi yani. Merdonlik bo'lmamdi, mardlik bo'lmamdi. Odamlar shunchalik darajada o'z-o'zi bir-biriga ishonch qilmaydigan bo'lib ketdimi yoki? Lekin bu qadar ishonch qilmaydigan darajada qilish kerakmi desa, bu xatomi desa, yo'q. Odamgarchilik, mardlik, erkaklik bo'lgan yerda boshqalarning mol-mulkini yivanmaydigan bir xil g'urur masalan bir odamda, bir jamiyatda o'zaro mardonlik, o gapda turdi degan ishonch bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo yuqorqi shartlarni qo'ymasin bo'ladi degan ifodalar qilindaydi. Fa in hamina ba'dukum ba'da. O'zaro ishonch qilsa. Yani bu jamiyatda uvalvolchilik deymiz ya, uvalvolchilik bor. Olgan pulini qaytaradi ekan, olgan qarzni qaytaradi ekan, haqni bir narsani yavolmaydi ekan, u vaqtida unda qilmisi yuqoridagidek qilmisi bo'ladi, lekin qarzni olgan odam chuqur qanday qilish kerak? Omonat qilish kerak. Asli masalaning tub yiltizi bu. Islom asli taqozo qildig'ini qonun tuzumlarni o'nchula bekitib olib insonlar birisi-birisidan dushmandan qo'rqqanda qo'rqishib muomala qiladigan bir holat emas. Bizni istaydig'ini imoniy turtki bilan, imoniy cheklamalar bilan, imoniy va boshqa sabablar bilan jamiyatning normal yurishini istaydi aslo. Yani hamma odam o'zini kontrol qila oladigan, o'zining majburiyatini, mas'uliyatini ado qiladigan, haq huquqiga erisha oladigan bir jamiyatni xohlaydi Alloh subhanahu va taolo. Ammo insonlar jamiyatida yaxshi kishilar yuqori kelganlar bo'lgan bilan va undan boshqa insonlar bo'lgancha Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi shartlarni, tuzumlarni qo'yib qo'ydi. Endi mush tuzumlarga kirib qolgan ahvolida, ya'ni hammasi qalbidagi iymonning turtkusida olgan qarzni beradi, gapida turadi, va'dasini buzmaydi. Tamam bu. Tabii yuqorqi yezish, guvohlik qilish, ko'rish qatorli shartlarni qilmay, normal ilm bilim qilsa bo'laveradi, uningda masala yo'q. Endi oyatdagi falyu'addil ladzi tumina amanatah. Amanat qilgan odam omonat ado qilsin degan shaklda ifoda qildi. Ashta o'zaro ishonch qilgan vaqtida. Endi bu omonat qilgan demak jo'g'ini qarz olg'uchi deb tushunsak bo'ladi. Yoki bayatga go'ri qo'yishgan vaqtida ikkala taraf omonat sohibi bo'ladi. Qarz olgan qarz unga nisbatan omonat, bu uni ado qilishi kerak. Go'ri olgan odam, qashir go'ri elini buni puldirdi ya, go'rini qish saqlab qolgan odam, go'ri unga nisbatan bir omonat. Bu go'rini qarzni vaqtida tushib qaytib aytgan vaqtda go'rini go'zal shaklda egasiga qana qilish kerak, qaytirish kerak. Yani İslam bizni
yuqorida deyilgandek ruhiyatdan sirtqi masalani buzilishining oldini oladigan qarzning kapolatiga munosabatli yuqorida qayta har xil shart, har xil o'lcham, har xil talablardan sirt iymoniy ishonch bilan, iymoniy kapolat bilan ish qilishni islom xohlaydi. Ammo har odamning qishida bu bir xil iymoniy ishonch, iymoniy kapolatlik tabiiyki tepilmaydi, tabiiyki hammadan tepilmaydi. Ba'zida tepiladi, ba'zi hatto mana bu ahvol bo'ldi. Men bizga qarz berdim, yoki men bizdan qarz oldim. Qarz elingan vaqtida berguvchimi bir xil go'zal yaxshi odam. Ağacının qalbi intayin saf. Qilchilik yevilish niyati yo'q. Yevilish niyati yo'q. Güzel bir insan. Bu bo'lishi mumkin. Yani bu vaqtida bu ikkilanınki qarz ağacı berguvchining iymonida, axloqida, sulukida, niyatlarida hech qanday masala yo'q. Bo'lishi mumkin. Ammo biz o'zgarishchan dunyoda yashayapmiz qarindoshlar. Bugun qarz oldim. Xudo qilish niyatim bor. Ammo ayt kelib tuyuqsiz bana bir xafalık o boğup kaldı. Özgürçün yaşayan boğaçka hem de insan boğaçka. O qarzını ada qilishdan başlatış ihtimalini yoktu. Çünkü şarait kısa şu yerga olib qo'yishi mumkin ma inson. Sağlam bir insan ne? Qalbi pakiz, boshqalarning pullarini yevilish niyati yo'q bir inson ne? Şarait kısa onundan butunlay tanıdigan, inkar qiladigan, men sendan nari pul oldim deydigan bir holatga keltirib qo'yishi mumkin. Qarindoshlar, yuqorqi qarzni kapolatga ega qilish shartlarining hammasi dal mushu xil ishlarning oldini olish uchun. Omonat masalasi insonniki pek bir cho'ng masala. Bu biz yuqori so'zlayotgan qarz bilan munosabatli emas, hatto insonning dunyoga kelishidan tortib butun bir omonat huquqi bilan kelgan bu insonlar dunyoga. Sura Ahzobda insonning bütün mahlukatlar içinde Allah'ı da amanet sahibi olmakla tilg'ilib deydi. İnna aradnal amanata lis-semawati wal-ardi wal-jibal. Yani biz amanetni asman, zemin, tağlar, yani dünyada amanetni zeminni avad qilish, zeminning mas'uliyatini ustiga olish amanetni tanlab baktık, tanladık, ular amidi qo'qdi deydi. Ama insan ustiga oldi, insan o'ziga zulm qiladigan, o'zining mas'uliyatining ne kadar ekanligini bilmaydigan maxluqda Qur'on ma shaklda isbotlaydi. Yani nima desa amanetni aldı, vazifani ustiga olgan gap onunğa ma'lum darajada imtiyoz. Masalan, imtiyozlarning eng büyük erkinlik imtiyozi, tanlash imtiyozi birlidir. Dunyodagi insondan boshqa barcha koinot shu imtiyozdan voz kechib turib, yo'q biz amonat ololmaymiz. Shu boshqa insondan boshqa bütün maxluqotlar, har qanday maxluqotda ixtiyorlik yo'q. Alloh tarafidan belgilangan vazifasini ado qiladi. Onun insonga o'xshash ana qilay, mana qilmay deydigan bir ixtiyorligi bo'lmaydi. Ama inson ustiga oldi. Mayli o'zing tildan yoki oldi yoki maqol tildan bo'lsin, ustiga oldi. İnsonga shu vazifani ado qilishga loyiqlik ixtiyor berildi. Bütün koinot inson uchun xizmat qiladigan o'rinlashtirildi va insonning tanlash ixtiyorligi berildi. İnson tanlay oladi. Qilaman, qilmayman deb ixtiyorli qo'y insonningki. Bu alohidliklar yoritilgan. Yani shunday olgan bo'g'achqa. Amanet meselesinde, qarz meselesinde biz ağal vaqtida bunu ado qiladigan, qaytiradigan, davomlaydigan bir iroda bo'lishimiz mumkin. Sharoit shunda sharoitimiz bor bo'lishi mumkin. Ammo kunlar kelib qarzni qaytiradigan vaqt kelib sharoit bizni yana bir narsaga qistab qo'ysa, biz bayatliga inchki bir hal qo'yamiz. İnsanning tanlash ixtiyori bor. İnsan o'zi qaror qila oladi. İnson bizga eng chong alohidlik bu. Yani insan özgürlüğü demekçi yani. Aslında ado qilgan qarzni, qaytirgan qarzni qaytirolmas buluverishi mumkin. Buluv olaydı yani. Vaqtli bo'lsa albatta, hozir pulni bermayman uningga bunda qilsam salaqqa ustimga menib oladi. O vaqtdan tenib turib, atog'im pul topqanda beraman. Aqalli ham yaxshilari, buni deyish mumkin. Hadi ko'rdim men seni qachon pul olgan, o'zingiz chiqar, isbotingiz chiqar, biz hayotimizda bekib inshaalloh. Qo'limizdan pul olgan insonlarningki vaqti soati kelib, pul qiynalgan vaqtda isbotingiz bormi deganini biz o'zimizmi nechirat anlaylik. İnsanlar bunlar güzel insanlar aslında. Muntayın taqvo insonlar, yaxshi insonlar. Ammo biz o'zgarishchan bir muhitda yashayapmiz.
İnsanın təbiiti özgürüşçan olub yaratılğan, özgürlük alaydı. Bütün kainatının işte bir özünün kararını özü alalaydıgan tanlaş iqtidarı var, tanlaş pürüstü var. Məxluq, ana varlıqın her xil iş buluşu mümkün. Yani insan qarizini ağa vaqtda ada qıldırğan dərəcə işençlik olsun ama lekin qanda qıldırğan vaqtda ada qıldırğan, qariz qaytırdığan vaqtda şaraitlar tüpeyli özgürlük qilishi mumkin. Şuna aşk Allah subhanahu wa ta'ala ve la tes'amu en tektubu sagiran ev kebiran ila ecelihi zalike aqsatu indallah. Qarizning cho'ng kichigini yetishtirishtirmanglar. Bu Allah'ın nazarında en adili deydi. Her qanday ishonchli inson bo'lib kelsin, ado qilgan vaqtda bir ishlar bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni yuqorida qarzningki yezilishi, guvochlarning keltirilishi, bu ko'radigan ishlar hammasini nima desa, Alloh subhanahu va taolo insonni himoya qilish uchun kimni himoya qiladi? Qarz beruvchini himoya qiladi, qarz oluvchini himoya qiladi. Qarz oluvchini qanday himoya qiladi? U chunki isbot qo'lda xat guvoch bo'lgandan keyin qanaqlanmaydi, tenib olanmaydi. Tenib olanmagandan keyin sal tirishidi. Mushu qarzni qana qilish uchun, ado qilish uchun. Bu shakl bu yana qarindoshlar. Alloh subhanahu va taoloning qarzningki bu qadar kafolatga ega qilish uchun tartib tuzumlarni bizga qoidalarni belgilagan sababi bu. Davomlashtiraylik. Va la taktumush shahada. Guvohlikni yushumanglar. Guvohlikni yushumanglar. Shahadat guvohlik deb tarjima qilamiz. Arab tilidagi so'z ma'nisidan bo'ylab borgan vaqtda guvohlik real maydon degan ma'noda, reallik degan ma'noda, ya'ni ko'zing ko'rgan holat degan ma'noda. Guvohlikning shu ma'noda sen o'zing biladigan, ko'zing ko'rgan, shu maydonga hozir bo'lgan ahvolni qanday qilmoq o'sha. Chunki reallik o'zgarmaydi. Yuzlagan ish o'zgarmaydi. Sen buningga 100 so'm qarz berganini ko'rding, 1000 so'm qarz berganini ko'rding, shu maydonga shohid bo'lding, shu maydonga hozir bo'lding. Endi buni yumshoqa olmaydi demoqchi oyatda. Şu insan çünkü reallik hamon. Mesela insan rast ameli ko'rgan, o'zi rast anlagan ishni 1000 qatim desimi aynı şekilde deydi. Çünkü o'zgarmaydi. Ama yolg'ondan bir voqelikni to'qisa, ikkinchi qatim hikoya qilsa, sal o'zgaradi. Har qatim takrorlasa u hikoyani nechrat o'zgaradi. Yolg'onlik o'zgarib turib, rostlik o'zgarmaydi. Sen shu rostlikni qanday qilmoq mumkin? Davlatda Alloh subhanahu va taolo. Ondan keyin şu ayetning oxirida va may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Kim yumshasa qalbi kesar. Qalbi jinoyatchi da'vodir. Endi mishal bir savol keladi. Guvohlik yumshog'ini inson, ammo uning jinoyatisi qalb bo'ladi. Ya'ni jinoyat insonga beriladi yoki qalbga bo'lsa, inson ishlagan har jinoyat shu jinoyatga munosabatlik a'zoga nisbatdir. Sen ba'zi ishlarni yomonlikni ko'z o'ngida qilsa, ko'zing Quluq bilan anglaysiz ba'zi yomonlikni quluq bilan g'aybat masalan, qo'ling bilan qilsa, puting bilan qilsa, endi guvohlikni yushish qana bo'ladigan ish qalb bo'ladigan. Undan boshqa insondagi butun a'zo nimaga bo'ysunadi? Qalbga bo'ysunadi. Bu nuqtadan va innahu athimun qalbudan ifodalagan bo'lishi mumkin Alloh subhanahu va taolo. Oyatning eng oxirisida Vallohu ma ta'maluna alim. Ya'ni Alloh sizlar qilayotgan ishlarni Alloh bilib turuvchi, sening haqiqatni yushog'ining Allah'ın ilminin reallığı hech narsani o'zgartirmaydi. Shunga yumshasanmi, yumshamsanmi mesela aynı şekilde ama bo'ladigan gunohni sen qanday qilsa ustunga olsa. Ya'ni tekrar da'vatimiz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taoloninki maqsadi. Alloh subhanahu va taoloning xohlaydigi hayotning harakatining normal qanday qilishi davomlashishi. Yuqorqi bizga belgilangan qonun, tuzum, tartiblardan maqsad inson hayotda uzluksiz emgak qilsin, uzluksiz to'xtamasin, inson harakat qilib tursin, ammo pokiz harakat qilsin, sharafli harakat qilsin, nomussizlar harakat qilmasin, boshqalarning haqqini yeyolmasin degandan iborat. Agar yuqorqi ahvol bo'lmagan ahvol ostida insonlarning manfaati shu aman daxli o'shaydi, to'xtaydi, masala chiqadi. Hayotda nima shu bu vaqtida? Shu vaqtda hayot to'qinishga o'smaydi. Kechirib turdi.
Jamiyatda bir tabaqa bor, qo'l ilkidi bor. Yana bir tabaqada bor, qo'l ilkidi yo'q. Agar qo'l ilkidi yo'q, ojiz tabaqaning hayoti normal davom qilmasa, mayli u jamiyatda bor bo'lgan pul moldan ayrilgan zakot bilan hayoti davom qilsin, yoki sadiqa in'omlar bilan i'on bilan hayoti davom qilsin, yoki qarz yo'li bilan hayoti davom qilsin, bu shaklda hayoti davom qilmasa, ma yo'qsul tabaqa bor qo'l ilkida bo'lgan tabaqaga adovat qilishga boshlaydi. Qo'l ilkida bo'lgan kishilarning qishidagi ne'matga ko'z tikib, shu ne'matni yomon ko'rishga boshlaydi. Men bir gapni deb qo'yay. Qachon bir yo'qsul qo'l ilkida bor odamning ilkidagi ne'matni yomon ko'rgan kunisi, ne'mat osh odamning qishiga berishini yomon ko'radigan qoladi. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarni bizga bog'lagan. Ne'mat odatda ne'matni yaxshi ko'rgan odamning qishiga boradi. Masalan, ne'mat paloniga berildi. Uning bir qo'shnisi va yo tuqquni va yo do'sti va shunga berilgan ne'matdan xushal bo'ldi. Voy paloni do'stim, paloni og'aynim, manda foyda oldi. Yoki manda pul topdi, yoki manda bir ne'mat kelishdi. Ya u ya bu degandek hayotda nurg'un go'zal ne'matlar bor. Shu ne'matga xush bo'lsa, ma ne'mat o'zining yo'lini shu xush bo'lgan tarafga qarab oladi. Yani qarindishining ne'matiga xushal bo'lgan kishi shu ne'matga o'zi qanday qilib erishadi. Sinab qolsa bo'ladi buni qarindoshlarimiz. Atrofidagi qarindoshlari, urug' tuqqanlari, do'st, yaron, qulon qo'shnilaridagi bo'lgan foydaga ko'z qizzatishning o'rniga shunga xushallab qolsin, shu ne'mat o'zida tepiladi. Shu vaqtda shu ne'mat shuning xizmatiga qanday qiladi? O'tadi. Bu bir masala. Ikkinchi masala, kishi bilish kerakki, har qanday ne'mat boshqalar ishlab jafo tortib erishmaydi. Tabiiyki, qonuniyat bo'yicha nurg'un ishlab topadi, ammo uning yana ba'zisi Allohning xolis fazli marhamatidan ishlamaymi, tepinib qoladi ba'zi ne'matlar. Allohning fazli bu. Masalan, tuyuqsizlar bir foyda qoladi degandek. Endi sen shu qarindishing erishgan Allohning fazli marhamatini yomon ko'rding deganda, Allohning taqsimotiga, fazli marhamatiga, taqdiriga qarshi chiqding deganda. Sen Allohning taqdiriga, Allohning fazli marhamatiga qarshi chiqqandan keyin, Allohning o'rinlashtirishiga qarshi chiqqandan keyin nima foyda olaysan? Undan keyin men ishim tugadi deganda. Shunga boshqalarning ne'matiga ko'z qizzatish, uni yomon ko'rish, u ne'matning yo'qolishini umid qilish, amaliyotda o'ziga vabolning yo'lini ochganlik, uni vaboli o'ziga qarindoshlar. Ham jamiyat boshqarish orqali qalaymoqonishini buzishdi. Hatto deb o'tgan darslarimizda bu eng nihoyatda ko'rib fursat tepilgan tunji minutda, tunji vaqtda jamiyatda portlash kelib chiqadi. Qonlar to'kiladi, izzat obro'lar yerlar tangiladi. Masala oshdan olgan ekan qarindoshlar. Bu shu masalaning oldini olish uchun inson boshqalarning sadiqa in'omiga muhtoj bo'lib qolmaydigan darajada zakot berish muhitini yaratish kerak. Zakot birovning emas, xolis Allohning moli. Amtaxon zakot ver degan gap, amtaxon yaxshi qil degan gap emas. Amtaxon zakot berish majburiyat. Bu zakotni Alloh o'zi Qur'onda 8 o'rin taqsim qilgan. Bu taqsimotga loyiq bo'lganlar erishadigan bir haq. Hech kimga yaxshilik qilgan olmaydi bu bir. Bu qo'llar agar yetishmadi, ya'ni jamiyatda bor bo'lgan iqtisodning zakoti shu jamiyat ehtiyojlariga yetishmadi degan gap, biz ikkinchi qadamga muhtoj bo'ldik degan gap. Ya'ni ikkinchi qadam sadiqa i'onilar bilan jamiyatdagi muhtoj kishilarning ehtiyojini qanday qilish, qamdash. Buning orqali hal qilinib jamiyatning normal iqtisodiy tartibi saqlanishi kerak. Agar bu orqaliqmi hal bo'lgan vaqtda 3-qadamda qarz qilamiz. Agar qarzlar yuqori deganda kafolat qilmasa, qarz bermaydigan bo'lib qoladi. Ondan keyin inson jazoni bilan, yuqori usul bilan qarz berishga muhtoj bo'ladi. Tamam, yuqori usul bilan qarz berish bir jamiyat umumlashdimi? Bu jamiyat Allohga qarshi bir jangga kirgan bo'ladi. Allohning rasuliga qarshi jangga kirgan bo'ladi. Bu jangda mutlaq mag'lub bo'lgan taraf hammaga oydin qarindoshlar. Shunday payg'ambar alayhisolatu vasallam Hajjatul Vido'da jazoni harom qilib,
Nimde de inne kulle riben mağdu. Bugünden tartib bütün cezanın hemmesi emelden kaldırıldı. Pul melanlarının eslisini alalaysa, zulümü kılmaysa, zulümü uçurmaysa, Allah cezanı yok da hüküm kıldı. Mana ben üzerindeyim başladım. Tağam Abbas'ın cezanı ise üzerindeyim tartib emelden kaldı. Aladığım paylarının hemmesi tüküdü. Pulusının eslini alıdı. Mayedin başladı. Bu samavi şeriatın, samavi kanunun büyüklüğü bu. Samavi kanun, samavi ahkamlar yüzünün yakınlarından başlanıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bununla tesirlik hikayesi var. Ömer radıyallahu anh bir kanun yol koymakçı olsa, aval tuqqanlarını yıkıp, men ma kanun yol koymakçı. Aranlardan kayıs edilsenler, bunun karşılık kılsanlar, eğirciler elinde bunu Müslümanlar aldı, kanakılattı, aşkara kılattı. Bu samavi şeriatın büyüklüğü. Günümüzde bugünkü maddiyet ve insan kanunları hüküm sürgen cemiyette hakimlarının uruk tuqqanları özünün hakim bilen doğan alaqısından tuqqanlıqını faydalanıp nurgun yuçuqlarını işqi serip menfaat geliştirген kişiler onun yaman köysü onun kalbide bir narsa diyemeydiğen bir yege kirlilik kılın başlar. Mesela bu kadar. Resulullah meselenin bu tarafını kesik yıldızdan cezanı meselesi de bugünkü temin cezanı bu. Tuncuğulap üzdün başladı. Yani Tağam Abbas'ın cezanısı bugündün tatıp emelden kalıdı. Cahiliyetke bütün cezanın hemmesi emelden kalıdı. Men emelden kaldırılan tun cezanı Tağam Abdülmuttalib, Abbas Abdülmuttalib'in cezanısı hemmesi emelden kaldı. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılan hadisler şunda bir ahval bayan kıldı. Hatta Bedir cenginde desek Resulullah ayizdeki uruk tuqqanlarını cenge kanakılgan billep çıkan. Yüzünün üydüklerine et çıkmagan cenginde çoğun başkalar deydi ki cennet girdiğin çok az tuqqanları aval kırsa olmadı. Nimde tuqqanlarını optan bir yayın kapalat gibi kılırdı, başkanın ecabıya iştirdiğin deydiğen gel buludu. Resulullah uruk tuqqanlarını cenge kanakıldı, et çıkıvadı. Demek mesele yukarı ilgirki ayetle necip deriz mesela. Başkalarına çıkım kılış, zakat, karizden kapalı bunun hemmesi nemu dese cemiyetin normal ritmini, normal intizamını kana kılış, saklap kılış için Allah subhanahu wa ta'ala yukarıdaki derislerde bayan kılımızda mezmunlar bilen bizde bunu bayan kılmadı. Hem de biz biraz ilgirki kessek derislerimizde. Bu süredeki mezmunla mesela süre yani Ayet-ül Kursi'yi qilsak, Ayet-ül Kursi'da Allah subhanahu wa ta'ala bizga aqida meselelerini aydınlaştırdı. Aqidadagi muhim bir prinsipning birini la ikraha fid-din deb buni yo'l qo'ydi. Aqida shu Alloh la ilaha illa huval hayyul qayyum diye bir oyatda tüm aqidalarning umum mazmunlari bizga yig'inchoq ixcham shaklda tasvirlandi. Lekin aqidadagi asosiy muhim prinsipimiz la ikraha fid-din. Hech kim majburlab bir aqidaga akranmaydi. Unda qilish mantiqiy bo'lgan emas. Ondan keyin cemiyetteki iqtisat hareketi, iqtisat ritmi hakkında bunu normalda ritmini saqlashning yo'llari haqida bizga so'zlab keldi. Endi hozirgi 284-oyatda Alloh subhanahu va taolo shunga munosabatli nima deydi? Lillahi ma fis samawati va ma fil ard va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Yani asmandaki ve zemindeki bar şeylerin hepsi Allah'ın. Sizler kalbinizdekiini aşkar kılana ya ki yuşurup kılana Allah sizlerden bunun kadar hesap aldı. Allah halagan kişiye nefret kıldı, halagan kişiye azaplaydı. Allah her nefsine kadirdir. Bu ayet lillahi degen kelimeyle başlandı. Yani Allah'a hastur degen bir hukum ile başlandı. Biz zemin ve asmanga qarab baksak hiç kim asman zeminining o'zining ekanligini da'vo qiladi. Ammo sababiyat nuqtasidan mulkiyatni da'vo qildi Alloh. Masalan, ishladim, uy sotib oldim, uyimni. Masalan, bir davlat o'zining davlat chegarasining ichida bizning da'vo qiladi.
Yani egallaganlar shu narsa mening deb da'vo qiladi. Bu bir xil sababiyat mulku. Allah bu yerda shuni eskartadi. Ilgari chiqim qil, qarz va zakot deb qo'ygandan keyin osmon zimindagi garchi shunday iddaoli bo'lsin-mu, mo'minan olminan masalan, men ani o'zim ishlab topdim degan iddia bo'lsin-mu, ammo Alloh bu yerda masalani qanday qilyapti? Netlashtirib, oydinlashtirib, sen nim desangda osmon zimindagi butun narsa Allah subhanahu va taolo. Hatta Allah buni bizga hayotimizdagi hayot tajribalari orqali qanday qilyapti bildiradi. Chunki biz o'zgarishchan dunyoda yashayapmiz. O'zgarishchan dunyoda o'zgarish his qilmagan, o'zgarish yetmagan birmi inson bo'lmasa kerak. Masalan, bugun podshoh, atsi mahbus, bugun zengin boy, atsi gadoy masalan. Bugun ne'matga to'lgan, atsi boshqalarning oldiga iqtisodga qiyinchilik bo'lib, tilanchilik qilgudek darajaga qanot qilgan, bilib qolgan. Bu darajada ahvol. Hayotning qonuni shuki, qachon bir ne'mat to'liqlanib cho'qib yetsa, keyiniga yanadi. Ya'ni davomli bilaklarni chaqa cho'g'ilib turadi. Bugun menga atsi sana. Hayotning qonuni bu qiladi. Hatto bir kichik hikoyadan birisi bor, qisqadan birisi bor. Bir ayol xalifaning qashig'iga kirib, Alloh sana ne'matini to'liqlab berib degan vaqtda atrofda o'tirganlar xushol bo'lganda, xushalliqni ifodalagan vaqtda xalifa deganki, sizlar ma ayol degan gapni tushundingmi? Bu ayol deydi-ki, Alloh sana ne'matini to'liqlab beribdi, endi bu to'liqlangan narsa yo'qoladi demakchi. Chunki o'zgarishchan dunyo, halakning chaqi har doim qanaq turadi, o'zgarib turadi, cho'g'ilib turadi. Bu cho'g'ilish orqali bayat deganimizda bugun yuqori o'g'onlar atib bo'ladi, bugun qo'l o'g'onlar atib tutuladi, masalan. Ya'ni inson bu hayotda yashayapti. Musha hayotning bu tajribasi bizga shuni deb beradi-ki, inson hech narsa. İnsan voy mening deb iddia qilayotgan narsalarning hammasi bekorga turibdi. Koinotning hammasi kimning? Allohningki. Koinotdagi butun ishlarning hammasi, ashkar uchun hamma ishlar Allohga oydin, Allohga oid. Inson hech narsaga nima emas, ega emas koinotda dunyoda. Endi masala bu qadar. Yani Allah bunu ayetning 5'ida isbotladi. Bu ayetning undan keyingi qismida lillahi ma fis samawati va ma fil ardi bo'lgandan keyin buni deb bo'lgandan keyin va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Koinotga butun narsa Allohning o'ziga chiqadi. Tashqi dunyomizda ifodalanayotgan, turilayotganimi Allohning, ichki dunyoyimizda menayotgan, shakllanayotgan, o'zgarayotgan, ifodalayotgan hammasi Allohning. Allah muşlarının hemmisini kurdu, bizden hesap aldı. Allah özü bilgenge qarapla hesap almaydı. Belki bizge hatırlangan bizim üstümüzde. Meyli aşkar olsun, yuşrum olsun. Bizge hatırlangan qilgan ameli, o'ylagan tafakkur muşlarının hemmisini hesap aldı. Sura İsra'nınki 13-14. ayette ve kullu insanın eldemnahu ta'irahu fi unqi. Her insanın emeline asımız koyduğu ve nuhruş lehu yevmel kıyam kitaben yelqahu menşura hemeden üzgün kitabını körüdü ikra kitabeke kefa bi nefsike yevme aleyke. İnsan kılan her kılmışıdan hesap alır. Hesap deyen gap. İnsanın yaman kılmışları var. Karzı var demekçi. Ve insanın toplagan yaxşı emelleri var. Allah subhanahu wa ta'ala bizge muşu insandan kılan yamanlık öyle. Yaxşılıkını orta aldığımızda okuyup, yaxşılık bilan yomonlikni hesaplaydi. Sura A'rof'ninki 7-8 oyatları bunu bizga ifodaladi, 8-9 oyatlar bunu bizga da'vatadi. Vel vazn yawma idinil haqq tarozi qo'yiladi. Faman thaqulat mawazinuhu, kimning tarozisi yaxshi tarozisi egri kelsa, fa ulayka humul muflihun. Va man khaffat mawazinuhu, kimning yaxshi tarozi yengil kelsa, yomonlik bilan yaxshilik solishtirilib, tashlanib yaxshilikqa yengiltirib yomonlikqa besib ketsa faulaika allazina hasibu anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun. Mana jannat qadamlarning mushurati. Ya'ni qiyomat kuni Allohning hisoboti eng inchga. Yaxshi amallari egri kelganlar jannatni qazandiganlar, jannatga kirishdiganlar, ammo yomon amallari egri kelganlar ular aksicha shaytonga setib ketgan
havoi havzini keyniga kirib ketgan inson. Endi biz ikki xil inson bo'ladi ekan, shularning oldida turyapmiz. Birisi yaxshilik tarozisi boshlaganlar, yana birisi yomonlik tarozisi qanaqa qilganlar boshlaganlar. Endi yaxshilik yomonlik tarozisi tez kelib qolganlar uchun. Bularni nima deymiz? Bu savol chiqishi mumkin-da. Yaxshilikqa boshlaganlar, yomonlikqa boshlaganlar, yaxshilik yomonlikqa o'xshash kelib qolganlar qolsa, ularni biz a'rof ahli deymiz. Biz Allohninki mag'firati, rahmati, g'azabidan ustun degan sifatga asosan bu xil kishilarni Allohning mag'firatiga qanday qiladigan, erishadigan kishilar deb qaraymiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo yana shu sura Ar-Rahmon 70-oyatida illa man taba va amana va amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullohu sayyi'atihim hasanat. Yomonlikni yaxshilikqa qanday qiladi, o'zgartirib turadi Alloh dedi. Allohning bu qadar sifatlari bo'lgan ekan, biz bundan umid bor. Yani Allah bizni xotirjam qilyapti. Nimaga xotirjam qilyapti? Sen bir inson bo'lib turgan yaxshilik qilding, yomonlik qilding, tarazan o'xshash kelib qoldi, tang kelib qoldi, yaxshilikni yomonlikqa qanaqa qiladi? Yomonlikni yaxshilikqa almashtirib turadi. Ya'ni sizlar yaxshilik tarafini ig'irlashtiramiz demak. Allah bizni xotirjam qilyapti bu yerda. Demak, yaxshilik qil, yaxshilikni bo'lyapti, yomonlikni bo'lyapti, tang kelib qolgan bo'lsa, vaqtda ma yomonlikni yaxshilikqa o'zgartirib turamiz, yaxshi tarazan. Emirmasdi, sen nejalikqa qanaqa qilsa, erishsa deyapti. Ya'ni koinotda nurg'un insonlar. Alloh subhanahu va taolo insonlarni ulardagi ma'lum bir xislat tufayli yaxshi ko'radi. Bu xislat ba'zida oshkor bo'ladi, ba'zida yoshirin bo'ladi. Ammo Allohga insondagi xislatlardan yaxshiliklarni hech narsa maxfiy emas. Allah bir insonni bir yaxshilikqa tufaylidan yaxshi ko'rishi mumkin. Boshqa yomonliklarni bor. Bu insonning mushu bir xislati Allah yaxshi ko'rishga erishgan xislat. Ammo qolgan yomonlik bo'lgan insonlar boshqa yaxshilikqa az. Qiyomat kelgan vaqtida shu boshqa yomonliklari ortib qolgan yaxshilik asiyat qolib, Allah yaxshi ko'rgan bir xislat tufaylidan ma odamningki hasanat sayyiatlari o'zgaradi bizga. Sayyiatlardan hasanatlarni o'zgaradi. Shuni biz inson bo'lishib turgan Allah yaxshi ko'radigan ba'zi ishlarni qilishimiz kerak o'zimizda. Hasanatlarni ozga qilish mumkin, Allah yomonliklarimizni yaxshi o'zgartirish mumkin. Allah yaxshi ko'radigan senlar Allohning o'tirsinlar bo'lgan ba'zi ishlarni cho'qim qilishing kerak. Ya'ni oyatdagi va in tubdu ma fi anfusikum sizlar ko'ngillardagilarni oshkorlasanglarmi, aw tukhfuhu yoki yumshasanglarmi, oyatning oxirida yuhasibkum billah. Allah bunun qataslarını jazolaydi. Hisob qiladi degani insonning qalbida bir o'y tafakkur bo'ladi. Oshkorlash degan o'y tafakkur, xiyol, tuyg'ularningki real amaliy harakatga aylanishi. Bu bir. Bu tubduning ma'nosi. İkincisi tukhfuhu. O'y xiyol peti qoldi. Real amaliy maydonga qanday qilmaydi, chiqmaydi. Buningdan hisob oladi deydi. Buningdan hamisha kelgan vaqtda biz sel o'ylab baqish, inchga to'xtalish kerak bo'lgan mazmun bor. Chunki inson amaliy harakatga aylanadigan ishlarni bo'lsin. Kalasida o'y ketgan, o'y xiyol. Ko'ngliga shunday kelgan fikrdan bu hisoblanamdi degan bir savol chiqishi mumkin. Biz ba'zi sahobalarningki bu yerga kelgan vaqtda yig'lab, hatto teliqib ketganligini ko'ryapmiz. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mush oyatni anglagan vaqtida agar Alloh bizning qalbimizdagi yoshirin his tuyg'ularimizdan hisob oldigan shu qolsa, biz tugakdik degan. Yig'lab tiliqib ketganda Ibn Abbos buni olgandan keyin Alloh qarindishim Abdullah ibn Umarga Alloh rahmat qilsin. İlgirki musulmonlarni oyat tushgan vaqtda musulmonlarni demakchi. Musulmonlarni mushu xil tuyg'uni his qilgan. Shunga Alloh keynidagi oyatni la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh har qanday bir nafsni o'zi taqdir etmaydigan oyatni so'maydi, taklif qilmaydigan oyatni tushirib musulmonlarni xotirjam qilgan deb maqol izohatni bergan. Ya'ni ko'ngil odamning ko'nglida nurg'un bir his tuyg'ulanadi. Ba'zi shunday qiziqgan bir o'y xiyollar bo'ladi. Ba'zi turib o'ylab qoladigan bir fikrlar o'zi xolamaydi. Ba'zi xolab o'ylaydigan, ko'ngildan kechadigan fikr tafakkur bo'ladi. Ba'zida rasmiy qilish niyatini qilgan ishlar bo'ladi. Yani turib ayrılma bo'ladi. Tuyoqsiz qiladigan g'ilpol kechadigan xiyollar. Sen ixtiyor qilmasdan qiladigan xiyollar uzun xiyol. Va sen ixtiyor qilib uzun o'ylaydigan o'y fikrlar rasmiy qilish niyatiga kelgan iroda. Bir necha bo'ladi. Endi bunun işideki en ahırkısı.
Resmi qilishni kelgan irodiga Alloh seni so'raydi va intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu bir şey keladi. Ammo qolgan o'y, xiyol, fikr, tafakkurni hech qaysi qilmaydi. Allah uni sendan so'maydi. Mesela ulamolarningki xulosasi shu. Ondan keyin oyatning oxiriga qaysi qarindoshlar? Fayaghfiru liman yasha va yu'adhibu man yasha. Allah xalqan odamni mag'firat qiladi, xalqan odamni azoblaydi dedi. Mag'firat qilganlar kimlar desa, Alloh uchun tavba qilgan, yaxshi amallarni qilganlar. Surah Furqonning 70-oyatda illa man taba va amana va amila amalan salihan tavba qilib yaxshi amallarni qilib iymon etgan kishilar fa ulayka yubaddilullohu sayyi'atihim hasanat. Ularning yomonligini yaxshilikqa aylantiradi va kana Allohu g'afurur rahim. Biz bu oyatga asosan mushu kishilar deb qaraymiz. Chunki insonda bir ojizlik bo'ladi. Inson bir tarafda kuchli bo'lishi mumkin. Ama ondan başka karşı nurgun tarafta acizlik olur. Acizlik tufaylidan nurgun kemçiliklerini ötküzüşü mümkün, nurgun hatalarını ötküzüşü mümkün. Ama insan da Adem Aleyhisselam'daki o ifade boğanda, ben hata kıldım, beni keçir ya Rab, ben tiriştim, tahtımın hepince yaxşılık kıldım diyen bir pozisiya boğan vaxtda bunun yamanlığı kancıkla bu kesin, bunu yaxşılıkla özgertirdi. Bu bir nokta. Ayettikin çıkılgan mezmuna. Hem de yeni bir bölük ölüm ala, Fayaghfiru liman yasha va yu'adhibu man yasha ayatni sal farqli tafsir qiladi. Biz bu oyatda dedik, Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishini azoblaydi. Ya'ni Alloh o'zi xohlagan kishi, Alloh o'zi xohlagan. Ham bir ulamolar xohlagan degan mazmunni bandaga olib, banda xohlasa Alloh uni mag'firat qiladi, banda o'zi xohlasa Alloh uni azoblaydi. Nima uchun bu qanday tushunchada bo'lsa, ya'ni bular deydiki, ma turli tafsir qilgan ulamolar deydiki, sen xohlasang Allah'ını mag'firat qildira olaysan. Yani sen yaxshiliklarni ko'p qilsan, shu orqali Allohni kechirib olaysan. Xohlasang azoblansa, ya'ni yaxshilik qilmaysa, eskilik qilsa, azoblaysan. Demak, bu yerdagi xohlagan kishini, o'zi xohlagan kishini Alloh azoblaydi, o'zi xohlagan kishini Alloh mag'firat qiladi degan mazmunni ulamolar mana shekildimi ham qana qiladi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala bizning iymonni talab qilgan vaqtda bizga masalaning cho'g'urini qo'limizga tutib qoldi. Endi biz dastlabdan tortib ixtiyorlik berilgan, tanlash imkoniyati bo'lgan bir maxsus o'rtaga chiqdi-da. Hatto iymon aytishimizdan tortib shu. Ondan keyin uning iymonini chekirib bo'lganligi ahkomlar bizga majburiy yuklanadi. Ammo endi shunimi xohlasak qilamiz, xohlasak qilmaymiz. Mana bir imkoniyatimiz bor. Allah bilan bo'lgan munosabatni yaqinlashish, Alloh bilan aloqamizni yaqinlashtirish, Allohni suyish, so'ymas, hammasida bir tanlash imkoniyatimiz bor, erkinligimiz bor. Mushu nuqtalarda masala bizning qo'limizda. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bir hadisi bor. Ana 'inda zann 'abdi bi. Men bendam qanday o'ylasa, men shunday deydi Alloh subhanahu va taolo hadis qudsiyda. U meni aslasa, men uni o'ylayman. Ko'ngilda aslasa, ko'ngilda aslayman. Ko'pchilik ichida aslasa, undan yaxshiroq ko'pchilik ichida aslayman. Mana bir gaz yaqinlasa, bir gaz yaqinlashim. Bir gaz yaqinlasa, uning bir g'ulach yaqinlashim. Mana menib kelsa, men yugurib kelaman. Degan mazmunda keladi. Ya'ni masala insonning o'zining qo'lida. Ya'ni iymon eng tish bilanla Alloh masalaning cho'lug'ini qo'limizga tutgan. Xohlasak Allohga yaqinlashimiz, Alloh bizga umumdinroq yaqinlashadi. Bir gaz yaqinlashimiz, Alloh bir gaz yaqinlashadi. Biz piyoda boramiz, Alloh yugurib keladi. Demak, inson hammani qiladigan nima? Banda. Bandaning o'zining ifodasi bilan qolgan masalalar shu shaklda bo'ladi. Masalan, bir azan chiqdi bir namozga. Sen namozga borasan, farz namozga. Ammo 5 vaqt farz namozdan boshqa har qanday vaqtda Allohning huzurida turish imkoniyating bormi yo'qmi? Allohni eslash imkoniyating bormi yo'qmi? Alloh hech qanday bandadan ishni taqvoni yo'q, ishni qanday qilib ochiq qildi. Ammo insonlarning hayotiga qarab baxsa, billahi masalul a'la. Bir davlatning raisi yoki cho'naq odam bilan ko'rishmoqchi bo'lsa, avval undan bir nima oladi? Vaqt oladi. Yani bir kelishlar, ushurishlar vaqtni bir oladi. Vaqtni xohlisi bir to, xolimizni bermaydi. Berganda bitta undan so'rab,
Nima uchun kirishdi ekan? Maqsad nima ekan degandek bir talay narsani so'rab Amerika vaqt turdi. Vaqtni, o'rinni, vaqtni qanaqa belgilaydi? Bu insonning ahvoli. Ammo Alloh insonning oldida har doim ishga o'chib qo'ydiki, sen qachon qarasan, ishga o'chib, qachon kelsan, Alloh sen tarafga sendan bakroq tez keladi. Sen qanchalik yiqilasan, Alloh undan bakroq qiladi. Yiqilishida, ya'ni bu yerda Allohning ma nedisqut da'vat qilib, bendem sen avaroma mengile degan gap. Xulosalasa. Birga chiqilasa, birga yiqilish bo'lgan. Sen deb avaroma mengile degan gap. Unda o'g'anda masalani mushada xulosalasa, cho'g'ir kimning qo'lida ekan? Bendining qo'lida. Ya'ni benda o'zi xolisa Alloh haqqiqat qiladi. Benda o'zi xolisa Alloh uni azoblaydi. Degan shaklda tafsir qilgan ulamo va ma'lum qilgan oyat. Shuni bilan qarindoshlar, bizning bugungi darsimiz shu arkadaşlar. Alloh hammanglarni va hammamizni o'z yaxshi ko'radigan bandalarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.